Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kim xud? Ustoz, oldingizga bir maslahat bilan keldim. Shu desangiz ustoz, ishlarimni kvadrat metrini 20 dollardan qilyapman. Hech bir topganimda baraka bo'lmayapti. Hech narsaga oshina olmayapman. Shunga boshim qatigan. Sizni oldingizga maslahat so'ragani keldim. Ha, 20 dollardan baraka bo'lmayapti. Ha, bo'lmasam 15 dollardan qilib ko'r. Bu nima deganingiz ustoz? Ustimdan kulyapsizmi? Axir 20 dollardan topganimda baraka bo'lmayapti, hech narsaga oshina olmayapman desam-u, siz 15 dollardan qil deyapsiz. 15 dollardan qanday bo'ladi? Menga qara, sen meni oldimga maslahat so'ragani keldingmi? Men senga ustoz bo'lib maslahat beryapman. Bu safar 15 dollardan qilib ko'r. Xo'p, bo'ladi ustoz. Xo'p, rahmat. Mayli, sog' bo'l. Yaxshi bor. Assalomu alaykum ustoz. Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom, kim xud? Ustoz, siz aytgandek kvadratlarni 15 dollardan qilishni boshladim. Yana yetkiza olmayapman ustoz, yana baraka yo'q. 15 dollardan qilsang ham baraka bo'lmayapti-da, hech narsaga yetkiza olmayapman-da. Kim xud shuni 10 dollardan qilib ko'r. 10 dollardan? Ustoz, axir 15 dollardan qoplamayapti, 15 dollardan baraka bo'lmayapti. Qanaqa qilib 10 dollardan baraka bo'ladi, ustoz? Sen bir marta aytganim ekan. Xo'p, de 10 dollardan qilib ko'r. Yaxshi bo'ladi. Xo'p, bo'ladi ustoz. Xo'p, sog' bo'ling, yaxshi qoling. Xo'p, mayli, sog' bo'l, yaxshi bo'l. Ustoz, mumkinmi? Assalomu alaykum. Ke shogird. Qani o'tir. Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Nima gaplar? Ustoz, siz aytganingizni qilib, ishlarimni kvadratini 10 dollardan qildim. Hozir topganimda ham, ishlarimda ham baraka bo'ldi. Hamma yo'g'imga yetyapti, oshib toshyapti. Allohga behisob shukr. Ustoz, bu sizning duolaringiz bilan endi topganimda baraka bo'lyapti-da. Mana ko'rdingmi shogird? Sen 10 dollarga loyiq ish qilasan ekan. Senga oshig'i boshqachalik qilar ekan. Shunaqa shekilli ustoz, biz ham shu Instagramdagi blogerlarni ko'rib, shu narximizni ko'taraylik deb baland narxlarda aytib ekan. Hammani o'zini narxi bo'lar ekan ustoz. Sizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin.